Katta yo'l bo'yida daraxt o'sardi. Ittifoqo uning tagiga bir yo'lovchi keldi. Kun issiq, yo'lovchi charchagan edi. Daraxt soyasida o'tirib dam oldi. Yo'lovchi ochiqqan edi. Qarasa, daraxtda mevalar pishib yotibdi. U daraxtga chiqishga erindi. Tosh otdi. Mevalar duv to'kildi. Yo'lovchi to'ygunicha yedi. Manzil olis edi. Yo'lovchi daraxt shoxini sindirib tayoq yasadi. Keyin zahar tang qilib qoldi. Yo'lovchi daraxt panasiga o'tdi. So'ng yo'liga ketdi. Daraxt boshqa yo'lovchini kuta boshladi. Bu daraxtning nomi yaxshilik edi. Yo'l bo'yidagi daraxt. Muallif O'tkir Qoshimov.